Shahrimizning 5-mikrorayon territoriyasidan 2 xonalikning puliga 3 xonalik kvartiramiz srochkaga sotilyapti. Video obzorimizning oxirigacha ko'rib o'ting. Koridor qismida biza chiroyli prixojniy shkaflar qo'yganlar, eshiklar podzakas MDF eshiklardan. Uyimizni, kvartiramizning birinchi xonasini ko'rinishi to'liq superma o'sha aboyli oyoq taglari laminat qilib qo'yilgan. Uyimizda isitish tizimi tepli pol orqali va duxovkaning kati orqali qizdiriladi. Bu keyingi xonamizning ko'rinishi. Akkuratni qilib ta'mirlab qo'yilgan kvartiramiz qadrli obunachilar. Sanuzel alohida bo'lgan uyimiz. Bu 3-xonamizning ko'rinishi. Mana bu tepli pollari. Hojatxona qismi Ariston litiy unitazda tahorat semestirigacha o'rnatib qo'yilgan, to'liq kafilchalar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Bu tomonda vanna xona qismi LED abagrev oynasigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu tomonda oshxona qismi. Oshxonasini o'zi ham kattagina kuxni mebel garniturasigacha o'rnatib qo'yilgan. Mana katyollari. Kirib yashiladigan tayyor kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar 5-mikrorayon Jomiy territoriyasida. Narxi $47,500, ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Bu kvartiramizni puliga 2 xonalik kvartira sotilyapti, qadrli obunachilar. Juda ham arzon tanlov. Taklif qilish bizdan, o'ylab ko'rib, mana chiroyli kvartiramizning egasiga aylanishingiz sizdan, qadrli obunachilar. E'tiboringiz uchun rahmat.